qo'yishadi. Kelsam uyga uxlayapti. 3 kundan beri ko'rmayman, sog'indim bolalarimni. Men sen charchab qolmagin deb ularni uxlatdim. Vaqtli uxlatib qo'yapman. Ya unaqa qilmang, men charchamayman. Ulardan kuch olaman-ku ona. Siz o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman bolam. Aniq yaxshimisiz? Rangingiz boshqacha. Qariyapman. Yo'q. Kamchiligingiz yo'qmi ona? Yo'q, jonim, yaxshimiz. To'yga endi derdim, o'zingizga bu narsaga pul kerak emasmi? Hamma yo'g'im bor, xudoga shukr. Yaxshimisiz desang, yig'lagim kelyapti. Ha, bo'pti, yaxshimisiz demayman unda. To'yga kiyim olmasmi? Kiyimim ko'p-ku. Birortasini kiyib ketaveraman bolam. Ayda azizimni. Ma. Ha, bu dugonalaringiz bilan gapga yangi ko'ylak kiyishim kerak, pulim yo'q, pul bergin deb turardingiz-ku. Butun boshli Barnoq qizingizni to'yida nima, yangi kiyim kiymaysizmi? Mayli, hozir unaqa o'zimni ko'rsatib, kiyim kiyadigan yoshdan o'tdim shekilli.